Biz mundialga chiqib bo'ldik. Italiya esa yo'q. Albatta bu mening yurtim uchun achinarli, lekin bu haqiqat. Endi rasman Fabio Cannavaro O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bilan 2+3 ko'rinishdagi shartnomani imzoladi va terma jamoamizning bosh murabbiyiga aylandi. Cannavaro O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining taklifini qabul qilganini shunday izohladi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi so'nggi yillarda yoshlar futbol rivoji uchun katta ishlarni qildi. Yana bir sabablardan biri bu yanada rivojlanish uchun bo'lgan ishtiyoq. Mening asosiy maqsadim barcha strukturani va jamoaning mentalitetini o'zgartirib tashlash emas, balki hozirgacha qilingan ishlarni davom ettirish. Tanishtiruv marosimida Timur Kapadze ham ishtirok etdi va bu yig'in doirasida Cannavaroga yordam berishini ta'kidlab o'tdi. Timur Kapadze keyinchalik uning qolish yoki qolmasligini faqatgina vaqt ko'rsatishini aytib o'tdi. Milliy terma jamoaga nega aynan Fabio Cannavaro taklif qilinganini O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov shunday izohladi. Jahon chempionati turibdi, keyin Osiyo chempionati turibdi. Va biz mana shunda o'ta katta analiz bo'lsa, kontrakt qilganimizda ko'p muhokamada bo'lganda qanday qilamiz, nima qilamiz. Shunda biz 1.5 yillik hamkorlikni ketmay bo'lmaymiz va uzoq muddatga hamkorlik qilish maqsadimiz bor. Shuning uchun 2+3 ko'rinishdagi hamkorlikka biz kelishdik. Bu Jahon chempionati, Osiyo chempionatini birgalikda o'tkazib, keyin har tomonda o'zi qilgan ishni tahlil qilib, har tomonda qo'lga kiritilgan rivojlanish natijalarini tahlilidan kelib chiqib, biz yana keyingi jahon chempionatigacha vazifalar shaklida hamkorligimizni uzaytirish niyatimiz bor.